Avtomobili Denodan 2013 4 yetmasa kutamiz deb takamiz. Avtomobili Oltinsoydan 2014 Dehqondan 20-30 million yetmasa kutamiz deb taka. Avtomobili 2013. Cobalt avtomobili Denodan 2020 80 ming yurgan. Cobalt so'raganlarga 2025 Denodan avtomat korobka. Avtomobili 2019 54 ming yurgan. Cobalt so'raganlarga avtomat korobka 2023. Cobalt so'raganlarga 2015 Cobaltimiz sotuvda Sarasada. Cobalt avtomobili Denodan 2019 ga 2018 videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Barchaga yangilik salom, sizlar bilan Surxon Media hamda Surxon TV kanali. Bugun sana 25-may 2025-yil Surxondaryo viloyati Dena moshina bozoridan Cobalt narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib, payza qilishni unutmanglar. Sizlar bilan Surxon Media kanali. Rasmdagi musobaqadagi gullarimiz sizlarga va qarindosh urug' hamkasblar, yaqinlarga ishonchli va arzon bilet kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning Moskvadagi va Moskvadagi barakali markazimizga murojaat qilishingiz mumkin. Arzon va qulay ishonchli biletni onlayn va offlayn tarzda xarid qilishingiz mumkin. Faqat bizning raqamlarimiz pastdagi raqam +7 +7 O'zbekistondagi Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidagi ofisimiz ham bor o'rtoqlar. 97 O'zbekistondan Rossiyaga, Rossiyadan O'zbekistonga по всем направлениyaga onlayn xarid qilsanglar ham, offlayn xarid qilsanglar ham bo'ladi. Rasmdagi musobaqadagi gullarimiz agarda hujjatini, dokumentini, migratsiya karta yo registratsiyasini yo'qotib qo'yganmiz yo bezakmentlar bir necha yillar va bir necha oylardan beri ishlab yurgan bo'lsa, aeroportga kelib, hozirgi vaqtda bilasizlar, reyk bo'lyapti. Aeroportga kelib uchib ketishga cho'chayotgan bo'lsanglar, bizga murojaat qilsanglar, ham aviabiletlarni yozib beramiz. Ham sizlarni ishonchli, militsiyaga tushunmasdan muammosiz kuzatib, vatanga kelishinglarga yordam beramiz o'rtoqlar. Bilimobeldan qarzi borlar, Zaltokarondan qarzi borlar, hujjatini yo'qotib qo'yganlar, falsh dokument qilib endi O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lib turgan insonlar bizga murojaat qilsanglar, maksimal darajada qo'limizdan kelgancha sizlarning xizmatinglardan barakali va akasi eng zo'ri hamda eng arzoni va ishonchlisi. Bizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Avtomobili 2023-yil avtomat korobka Cobaltimiz sotuvda ekan. Aka, kraska qanday? Kraskasi toza ekan, saka diskali avtomat korobka. Xo'p, yoqilg'isi benzinda, mana aka, konditsioneri bor, abizi bor. Xo'p, kraska qanday? Kraska toza. Probeg. Kraskasi toza ekan, probeg 20 ming yurgan. Xullas, mana avtomat korobka. Ishxonlari bor ekan, 23 mingga tablosi. Aka, mana shunday Cobaltimiz sotuvda ekan. Aka, nech pul deyapsiz 23 ta? Puli nech pul aka? 2023 ha? 23 o'zi 23 chiqqan. Ha, kuzov 23, texpasport 22. 145 bo'lsa sotamiz. Kelishtirib beramiz ha? Nomerni ayting aka. 97lik 536 09 ha? Shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili Denodan 2020-yil Cobaltimiz sotuvda, saka diskalari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Aka, kraska qanday 2020 ni? 2020 Cobaltimiz toza deyapti akamiz. Xo'p, Cobalt Ravon ekan. Mana aka, metani bor, konditsioneri bor, abizi bor. Yurgani qancha aka? Yurgani 82 ming kilometr yurgan Cobaltimiz Denodan 2020 sotuvda ekan. Xo'p, salonchilar mana aka, ko'rishingiz mumkin. 80 ming kilometr yurgan deyapti aka. Aka. Xo'p. Aka, savdo nechi bo'ldi? Xo'p, 125 million savdo bo'ldi deyapti akamiz. Xo'p, aka nechi pul baho qo'yapsiz? 133 million so'm baho qo'yapti, 125 savdo bo'ldi deyapti akamiz. Aka, variant bormi yo'qmi? Variantini kelishamiz. Nomerni ayting aka. 91lik 231 4000 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt oladiganlar bo'lsa kelishtirib beradi aka. Yangi Cobalt so'raganlarga 2025-yil bez probeg Cobaltimiz sotuvda ekan. Pachka Cobalt oladiganlar bo'lsa marhamat, mana aka, akadan ekan yangi bez probeg 2025, konditsioneri ham bor, abizi ham bor, benzinda, hali gaz qo'yilmagan. Xullas, mana aka, changi bilan turibdi. 2025imiz Cobaltimiz sotuvdan 66 kilometr. Bu degani bez probeg 66 kilometr yurgan, bor yo'g'i. Xullas 2025 avtomat korobka Cobaltimiz sotuvda ekan. Xo'p, aka nech pul deyapsiz 2025 da? 167 million so'm baho qo'yapti ekan 2020 avtomat korobka Cobaltimiz. Aka, savdo nechi bo'ldi? 62 bo'ldi. Savdosi 162 bo'ldi ekan. Variant bor ha aka? Bor. Varianti bor. Nomerni ayting aka. 95lik 771 44 04 shu nomerga bog'lanamiz. Avtomobili 2013 kraskasi yo'q deb takamiz. 2013 Cobalt sotuvda ekan.
Xo'p, mana sosteniyasi moshin bir qo'l 2013 ha. 4-pakelini Kondisioner bor, ABS bor, 4-pakelina propan aka. Propan. Yurgani qancha aka buni? 167 ming. Yurgani 167 ming kilometr yurgan 13 Cobalt'imiz sotuvda ekan. Xo'p, 2013 mana aka 167 ming tablo ko'rsatyapti. Xo'p, mana orqalari. Aka bu 2013 da bahosi nechi pul? 110 million deb o'tiradi. Propanat. Mana aka 110 million so'm baho qo'yapti 2013 Cobalt'imiz. O'tib beramiz deb 110 million so'm aytilish bahosi ekan. Aka savdo nechi bo'ldi? Zapaskalari tushmagan. 102 million. 110 baho qo'yiladi, 102 million so'm savdo bo'ldi deb aytamiz. Zapaskalar yangi, propan tabletka ekan. Aka 102 ga bermadingiz. Kelishtirib beramiz. Nomerni ayting aka. 99lik 160 74 76 shu akaga bog'lanasizlar. 13 14 Cobalt kerak bo'lsa bor. Avtomobili 2014-yil Oltinsoydan Cobalt'imiz sotuvda ekan. Oq Cobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat Dekkondan 2014 4 baloni yangi ABS bor, kondisioner bor, metan qo'yilgan, motor savodda ishlayapti. Kraska qanday aka 2014 da? Qarang, kapotni ichida ozroq orqa kirlarda petno bor. Ikkita joyda petnosi bor. Qolgan joyi toza. Yurgani qancha 2014 da? 194 ming 294 yurgan. 294 ming yurgan ha? Ha, 294 ming yurgan Cobalt'imiz, halol yurgan probegi 2014 294 ming yurgan Cobalt. Ikkita detalda kraskasi bor ekan. Xullas qolgan joyi toza deb aytamiz. Puli nechi pul? 100 million deyapmiz. 110 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ldi aka? Savdo 90 million bo'ldi. Aha. Endi bir narxiga chiqsa sotamiz. 90 million savdo o'tib bermabdi ekan, narxiga chiqsa sotamiz deyapti. Nomerni ayting. 1 metr qaytarilgan bo'lsa ham 10 million o'tamiz savdodan keyin. Probeg qaytarilmagan ekan. Nomerni ayting. 91lik 91lik 981 981 99 99 99 99 99 nomerga bog'lanamiz. Oltinsoydan Cobalt'imiz sotuvda. Bir qo'l mashina. 30 million yetmasa ham qarang. 20-30 million yetmasa kutamiz deb aytamiz. Cobalt avtomobili 2013 Denodan Cobalt'imiz sotuvda ekan. Mana aka 13 Cobalt so'raganlar uchun. Xo'p. Konditsioneri bor, metani bor, ABS'i bor. Yurgani qancha aka? 197 ming. 2013 197 ming yurgan. Kraska qanday aka? Kapot ichida kraskasi bor ekan. 2013 197 ming yurgan Cobalt'imiz sotuvda ekan. Tablo ham 197 ming turibdi. Probegi mana salonlari poliga bor ekan. Chihol yo'q ekan, metani bor ekan. 2013 da nechi pul deyapsiz aka? 105 baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ldi? 90 bo'ldi. Savdosi 90 million bo'libdi ekan, kelishtirib beramiz deyapti. Xo'p, aka variantlar bormi yo'qmi? Bor yetmasa Variantlar yetmasa kutamiz deyapti. Aka nomerni ayting. 99lik 99lik 037 037 41 41 41 73. 41 73 nomerga bog'lanamiz. 2013 Cobalt'imiz sotuvda ekan. 4-5 yetmasa kutamiz. Avtomobili Denodan 2019 kuzov, tex pasport 2018 ekan. Cobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Kraska qanday aka? Kraskasi toza ekan, 19 ga 18 mana aka. ABS bor, metani bor, konditsioneri bor ekan. Yurgani qancha? Yurgan 91 ming ha? 91 ming kilometr yurgan ekan. 4 baloni yangi. Xullas mana shunday Cobalt'imiz sotuvda ekan. 19 ga 18. Mana 90 ming yurgan ekan. Xo'p, mana chihol polilar bor ekan, tayyor ekan. Kuzov 19, tex pasport 18 ekan. Azomcharimiz Denodan. Xullas Cobalt'imiz sotuvda ekan, 90 nomer ekan. Aka ko'rishingiz mumkin. Xo'p, aka nechi pul deyapsiz buni? 126 million so'm aka baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ldi aka? 120 million savdo bo'ldi. Shundan nari berib o'tsa kelishamiz, ha? Variant bormi yo'qmi aka? 1 oygacha. 1 oygacha varianti bor. Nomerni ayting aka. 99lik 570 570 77 17. 77 17 shu nomerga bog'lanamiz. Avtomobili 2019-yil mexanika Cobalt'imiz sotuvda Denodan Cobalt oladiganlar bo'lsa, marhamat. Aka kraska qanday? Kraska bir qarich joyda bor. Kraskasi bir qarich joyda bor. 2019 balonlari yangi ekan. Xullas benzindami aka bu? Benzinda. Konditsioner bor, ABS bor. Mana aka benzinda, motor holati ham zo'r ekan. Yurgani qancha aka? 54 ming. Yurgani 54 ming yurgan Cobalt'imiz 19 ha? 19-yil 54 ming yurgan. Mana aka tablo 54 ming ekan. Xullas mana shunday Cobalt kimgadir kerak bo'lsa, narxi bilan tanishib o'tamiz. Aka nechi pul deyapsiz mana 19 da 54 ming yurgan? 132 million so'm aytilish bahosi kelishtirib beriladi. Savdo nechi bo'ldi aka?
125 milyon. 125 ga bermadingiz. Kelishamiz. Nomerni ayting aka. 94'lik. 94lik 848 848 24 14. 24 14 shu nomerga bog'lanamiz. Variant bormi yo'qmi aka? Varianti yo'q, ikkilamchi bu. Variant yo'q, через bank qilamiz. 2014 Cobalt so'raganlarga mana aka Sarasaydan 2014 15 dan ko'proq choring degan obunachilarimiz uchun harakat qilyapmiz. 2014 kraska qanday aka? Bitta orqa kriloda kraskasi bor ekan. 2014 mashinamiz sotuvda ekan. Xo'p, mana aka konditsioneri bor ekan, bezabez metani bor ekan. Qancha yurgan? 98 ming yurgan bitta orqa kriloda kraskasi bor ekan. 2015 ekan. Mana aka, bu mindfullar ishlayapti. 98 ming yurgan. Sarasadan Cobaltimiz. Oldi oyna knopkadan orqasi ruchkada ekan. 2015 mana 90 talik metani ham bor. Aka nechi pilyapsiz 15 da? 2015 da 110 million so'm aka baho qo'yapti. Bitta orqa kriloda kraskasi bor. Savdo nechi bo'lib qoldi aka? Savdosi 102 103 million atrofida bo'lyapti. Aka variantlar bormi? 4-5 sim etmasa? 4-5 sim etmasa mol qo'ydi sotib beramiz, siz kutamiz debdi aka. Nomerni ayting aka. 91lik 517 94 92 shu nomerga bog'lanamiz. Sarisadan Cobaltimiz sotuvda ekan.